Hozir Muhammad oldimga kelibdi, 7 yoshli o'g'lim. Mandarinning po'chog'ini ochib ber menga deb. Bundoq qilib ochib yeyishga kuchi yetmayotgan ekan. Men aytdimki, bu mevani dedim. Kimdir dedim, ekkan, pardikkan, pul rasxod qilib. Keyin dedim, buni kimdir tergan. Keyin buni katta mashinalarda eksport qilib bizagacha olib kelingan. Kimdir risk qilib shuni sotib olgan. Do'konchi biznes qilaman deb sotgan. Seni dadang ishlab shuni pul topib menga pul bergan. Men borib bozordan mandarin olib kelsam-mu? Sen uyda o'tirib bitta mandarinning po'chog'ini ochib yolmaysanmi dedim. Samosiyatini bo'l dedim. Hech narsadan og'zingga shundoq kelib tushmaydi dedim. Ochib bilsang yeysan, ocha olmasang yeyolmaysan dedim-da, ochib bermadim. To'g'ri qildimmi?